Ozoda Nursaidovaning klip syomkasida nogironga aylangan aktrisa voqeasi. Aslida nima bo'lgan edi? Ozoda Nursaidovaning aybdor emasligi oshkor bo'lmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Voqealar rivojidan bizning kanalimizda birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Ozoda Nursaidovaning klip syomkasi jarayonida bir qizning mashina ostida qolgani hamda oyoqlari nogiron bo'lib qolgani aks etgan video tarqaldi hamda ko'plab muxlislarning fikrlashlariga sabab bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay Ozoda Nursaidovaning o'sha klipda ishlagan ijodiy jamoa mazkur vaziyatga izoh berib, aktrisa va uning yaqinlari ulardan uy va mashina talab qilayotganini aytib, video murojaat yo'llashdi. Ushbu video murojaatni siz Ozoda Nursaidovaning ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida ko'rishingiz mumkin. Shaxsan men tarafimdan yordam ko'rsatilyapti. Ozoda Nursaidova aktrisa bilan yuz bergan holatga munosabat berib chiqdi. Xonandaning ma'lum qilishicha, suratga olish jarayonida u bo'lmagan va qizga birinchi yordam ko'rsatilmagani haqidagi xabarlar yolg'on va haqiqatga mos kelmaydi. Kim aybdor bo'lsa, qonun doirasida jazosini oladi degan Ozoda Nursaidova. Shuningdek, video murojaatda qizga hech qanday yordam ko'rsatilmayotgani aytilgan edi.